Singlim bu yil maktab bitirdi, yaqinda vecheri bo'ladi. Pulini umuman farqi yo'q. Ichida hamma narsasi bo'lgan kosmetika nabori yig'ib bering. Bitta ko'rganda vau devorsin, ichida uxodoviy bilan atirlari ham bo'lsin dedilar. Xo'p bo'ladi deb shunaqa shikarniy, bogatый, katta naborimizni yig'ishga kirishdim. Ishonasizlarmi, ichida makiyaj qilish uchun kerakli hamma narsasi bor. Bitta ham narsa qoldirmadi. Bunaqa akala hammaga nasib qilsin. Tez videoni akalarga tashlab qo'yinglar-chi. Naborimizda daj makiyajga yuz tayyorlash uchun uxodoviy naborlar ham bor. Yozgi kunda makiyajlari oqib ketmasin deb Charlotte'ga bir qilingan fiksatordan ham qo'shdim. Hamma kosmetikalarimizni upakovkasi ham chiroyli, o'zi ham nejni makiyaj qilish uchun mos bo'ldi. O'zi aytishlari bo'yicha singlari oppoqqina, kichkinagina qiz ekanlar. Yozda qorayib ketar ekanlar. O'shaning uchun shunaqa oqartiradigan krem bilan SPF kremdan ham qo'shdim. Videoning tepasida hamma kosmetikalarning o'zining narxini yozib qo'yganman. Lekin agar imенно shu nabor oladigan bo'lsangiz, ancha arzonga tushasiz. Videoning oxirida narxini aytaman. Ungacha tezroq 30 minutda bo'lishim uchun podpiska bosib qo'ying. Zakaz qilish uchun ekrandagi nomerga Telegramdan murojaat qilasiz. Aslida boks narxi 563 ming bo'lishi kerak edi. Birinchi olgan 5 ta odam uchun shu boksimiz 510 ming so'm bo'ladi.